Osiyo mamlakatlari haqida ajoyib faktlar. Qachondir o'tirgan stolingizdan turmasdan sayohatga chiqishni orzu qilganmisiz? Hozir buni amalga oshiramiz desak, nima deysiz? Ekran orqali eng qiziqarli sayohatga tayyorlaning. 1974-yilda Efiopiyada olimlar insoniyatning eng qadimgi ajdodlaridan biri Lucy'ning toshga aylangan qoldiqlarini topdilar. Bu insoniyat biz o'ylagandan ancha avval paydo bo'lganining ilk dalili edi. 5000 yil oldin Xitoyda cho'plar ovqat pishirish uchun ishlatilgan, yeyish uchun emas. Hindiston dunyodagi eng katta pochta tarmog'iga ega. Mamlakatda 155 dan ortiq pochta bo'limlari mavjud bo'lib, ulardan biri suv ustida suzadi. Millionerlar soni eng yuqori bo'lgan mamlakat Amerika. Bu yerda ularning 18,5 milliondan ortig'i yoki dunyodagi umumiy millionerlarning 40% yashaydi. Indoneziyada dunyodagi eng katta kaltakessak Komodo ajdahosi yashaydi. Hayvonlar 5 ta kichik orollarda istiqomat qiladi va odamdan-da kattaroq jonzotlarni yengishga qodir. Dunyodagi futbol to'plarining 40% dan ortig'i Pokistonning Sialkot shahrida ishlab chiqariladi. Braziliyada delfinlar baliqchilarga yordam beradi. Odamlar loyqa suvda hech narsani ko'ra olmaydi. Delfinlar esa baliqni payqagach, suvga sho'ng'ib yoki dumi bilan suvga urib signal beradilar. Nigeriyada Nollywood deb ataladigan kino sanoati mavjud. U premyeralar soni bo'yicha dunyoda 2-o'rinda turadi. Bangladesh iqlimi subtropik musson sifatida tavsiflanadi. Biroq bu yerda siz 4 ta emas, 6 ta mavsumni kuzatishingiz mumkin. Yoz, yomg'irli mavsum, kuz, salqin fasl, qish va bahor. Rossiyaning bosh maydoni o'z nomini qizil, ya'ni krasniy so'zi go'zal degan ma'noni anglatgan kunlarda olgan. Bir necha yillardan keyingina u rangni bildira boshlagan. Meksika poytaxti asta-sekin yer ostiga cho'kmoqda. Gap shundaki, shahar bir vaqtlar vulqon kraterida paydo bo'lgan ko'lning markazida qurilgan. Yaponiyada dunyodagi eng ko'p savdo avtomatlari mavjud. Ularning 5 milliondan ortig'i ro'yxatga olingan. Bu yerda hamma narsani sotib olishingiz mumkin. Issiq qahvadan tortib, soyabon va hojatxona qog'ozigacha. Filippinning milliy ramzi Filippin burgutidir. Bu qush hajmi va qanotining uzunligi bo'yicha dunyodagi eng katta qush sanaladi. Misrdagi Xeops piramidalari tarix 7 mo'jizasining eng qadimiysi hisoblanadi. Bundan tashqari, omon qolgan yagonasi ham. Vyetnamda eng katta tabiiy g'or bor, Shandong. Unga kirish joyini mahalliy fermer yomg'irdan yashirinmoqchi bo'lganida tasodifan kashf qilgan. Jurnal birinchi marta Germaniyada chop etilgan. Bu 1663-yilda sodir bo'lgan. Nashr adabiyot va falsafaga bag'ishlangan edi. Turkiya ko'plab mazali shirinliklar vatani. Eng noodatiylari sut, shakar, dolchin, tovuq qiymasi va boshqa bir nechta mahsulotlardan tayyorlanadi. Dunyodagi eng qadimgi mushuk zotlardan biri Fors mushugi zoti hisoblanadi. U ilk marta Eronda paydo bo'lgan. Tailandning milliy ramzi fil. Bugungi kunda bu hayvonlarning faqat 1000 tachasi yovvoyi tabiatda yashaydi. Boshqalari, ya'ni bir necha mingdan ortig'i allaqachon xonaklashtirilgan. Buyuk Britaniyada otlarga har qanday o'xshash hayvonlar, jumladan ponilar, eshaklar va hatto hayvonot bog'laridagi zebralar ham pasportga ega bo'lishi kerak. Hujjat buklet yoki karta shaklida bo'lib, unda hayvonning yoshi va turi qayd etiladi. Fransiya oziq-ovqat mahsulotlarini konservalarda saqlagan birinchi davlat bo'lgan. Bu 1809-yilda bir olim ovqatni shisha idishga solib, mikroorganizmlardan qutulish uchun uni qizdirganda kashf etilgan. Har yili tashrif buyuruvchilar Rimdagi Trevi favorasiga $1 million dan ortiq pul otadilar. Dunyodagi eng katta olmos 1905-yilda Janubiy Afrikadan topilgan. Uning og'irligi 3106 karat bo'lgan. Deyarli basketbol to'pi kattaligida. Myanma aholisi daraxtlarning qobig'idan sariq xamirsimon modda tayyorlaydilar. Uni quyoshdan himoya qilish uchun teriga qo'llashadi. Keniyadagi Lamu orolida oddiy odamlarga mashinadan foydalanish taqiqlangan. Uning aholisi piyoda, eshak yoki velosipedda harakatlanadi. Janubiy Koreyada yangi tug'ilgan chaqaloq allaqachon 1 yoshga to'lgan deb ishoniladi. Kolumbiya mashhur italyan kashshofi Kristofor Kolumb sharafiga nomlangan. Mamlakat zumrad ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi hisoblanadi. Ispaniyada dunyodagi eng qadimgi restoran mavjud.
Unga 1725-yilda Madridda fransuz oshpazi tomonidan asos solingan. 4 qavatli binoda yog'och yoqib ishlatiladigan asl pechka saqlanib qolgan. Jinoyatchilar birinchi marta barmoq izlari orqali Argentinada aniqlana boshlagan. Ugandada mingdan ortiq qush turlari mavjud. Bu dunyodagi qushlar populyatsiyasining 1/1 qismidan ham ko'proq. Jazoirning milliy g'ururi, tulkilarning eng kichik vakili Feniksdir. Jazoir milliy futbol jamoasi norasmiy ravishda Fenikslar sifatida tanilgan. Sudanda Misrdan ko'ra ko'proq piramidalar mavjud. Taxminan 200 tadan 250 tagacha. Misrda bor yo'g'i 138 ta piramida bor. Polyaklar 19 ta Nobel mukofotini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan. Bular orasida 4 ta tinchlikparvarlik uchun, 4 ta fizika va 6 ta adabiyot yo'nalishidagi mukofotlar bor. Juda g'alati harorat o'zgarishi Kanadada yuz bergan. 1962-yilda Albertada havo harorati 1 soat ichida -19 darajadan +22 darajagacha ko'tarilgan. Qizig'i shundaki, o'sha yili mamlakatda Gavay pizzasi ixtiro qilingan. Dunyodagi eng qadimgi universitet Marokashda joylashgan. U 859-yilda tashkil etilgan. Saudiya Arabistonida tuyalar o'rtasida go'zallik tanlovi o'tkaziladi. Unda minglab hayvonlar ishtirok etadi. Sovrin jamg'armasi $370,000 dan oshadi. Dunyodagi eng yirik oltin konlardan biri O'zbekistonda joylashgan. U Muruntau deb ataladi. Agar siz Parax yarim orolidan Peru janubiga dengiz orqali borsangiz, kichkina orol qirg'oqlari bo'ylab bemalol aylanib yurgan pingvinlarni ko'rasiz. Biroq qoidalarga ko'ra, bu yerlarga tushish qat'iyan taqiqlanadi. O'rganilgan eng katta g'or Malayziyada. U Borneo orolida joylashgan bo'lib, hajmi futbol maydonidan 30 barobar katta. Ehtimol Braziliyadagi mashhur samba raqsi Angola ta'sirida vujudga kelgan bo'lsa kerak. Bu mamlakatda samba deb nomlangan shunga o'xshash raqs bor. Gananing janubiy va shimoliy fasllari bir-biridan keskin farq qiladi. Janubda yomg'irli mavsum apreldan iyungacha va sentyabrdan oktyabrgacha davom etadi. Mamlakatning shimoliy qismida esa yomg'irli mavsum martdan noyabr oyining o'rtalariga qadar cho'ziladi. Venesuelada Angel deb ataladigan sharshara bo'lib, u rekord balandlikdan doimiy ravishda suv tushishi bilan maqtana oladi. Yozda bu hudud shu qadar issiq bo'ladiki, suv yerga yetib kelmasdan bug'lanadi. Madagaskar flora va faunasining taxminan 90%ni boshqa joydan topib bo'lmaydi. Turli xil landshaftlar va iqlim zonalari tufayli Kamerun kichkina Afrika deb ham ataladi. Bundan tashqari, bu yerda 200 dan ortiq tillarda so'zlashishadi. Côte d'Ivoire dunyodagi eng yirik kakao loviyalari ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Jahon shokoladi uchun xom ashyoning 30% shu yerda yetkaziladi. Nigeriyada dunyodagi eng uzoq tarixga ega petrogliflar bor. Ularning yoshi 7 dan 9 ming yilgacha yetadi. Bu yerda 2 boshli jirafalar rasmini ham uchratish mumkin. Nepal dunyodagi 4 burchak bayroqqa ega bo'lmagan yagona davlat. Bu an'ana yuzlab yillardan beri davom etib kelmoqda. 1,5 ming yil oldin qurilgan Sigiriya qal'asi Shri Lankada joylashgan. Mamlakatning eng mashhur diqqatga sazovor joylaridan biri hisoblanadi u. Dunyodagi eng qadimgi mumiyalar Chilidan topilgan. Ulardan ba'zilarining yoshi 5-7 ming yilga yetadi. Malavida dunyodagi baliq turlarining maksimal soni qayd etilgan ko'l bor. Bu yerda mingdan ortiq turlar yashaydi. Lekin ularning bari bir xil emas. Olma DNKsi tahlili meva Qozog'iston tog'larida paydo bo'lganini ko'rsatdi. Niderlandiya tarjima qilinganda yerdan past degan ma'noni anglatadi. Mamlakatning katta qismi dengiz sathidan pastda joylashgan. Kambodja o'z bayrog'ida bino bo'lgan yagona davlat. Senegalda butunlay mollyuska qobig'idan yasalgan qishloq bor, shu jumladan ko'chalar va binolar ham. Shvetsiyada 221 mingdan ortiq orollar mavjud. Ulardan faqat 1000 tasi istiqomat qilish uchun yaroqli sanaladi. Venger alifbosi 44 ta harfdan iborat bo'lib, lotin yozuviga asoslangan. Einstein Shvetsariyada yashab o'qiyotganda o'zining mashhur massa va energiya ekvivalentligi nazariyasini ishlab chiqqan. Bolgariyadagi atirgullar vodiysida dunyodagi atirgul moyining yarmidan ko'p ishlab chiqariladi. Singapur aholisi 11 soniyada 18 metrdan oshiq masofani bosib o'tib, dunyodagi eng tez yuruvchi insonlar sanalishadi.
U yerda hayot juda tez. Irlandiya ulkan yashil maydonlari tufayli Zumrad mamlakat deb ataladi. Biroq tog'li hududlari ham mavjud. Taxminan 15 ming yil oldin mamlakat qalin muzliklar bilan qoplangan edi. Keyinchalik ohaktoshning harakatlanishi oqibatida tuproqli jinslar ochilib qolgan. Armanistonda shaxmat maktab o'quv dasturiga kiritilgan. Gretsiyada dunyodagi eng qadim zaytun daraxti mavjud va u hali ham meva beradi. Ushbu daraxt Kritda o'sadi va uning yoshi 2 dan 4 ming yilgacha deb taxmin qilinadi. Maldiv orollari rekord darajada tekis maydonga ega. Maksimal yuqorilik dengiz sathidan 240 sm dan oshmaydi. Ishi oyni bezab turgan dunyodagi yagona inson belgiyalik rassomdir. Yiqilgan astronavt deb nomlangan kichik haykalcha 1971-yilda Apollon 15 kosmik kemasi kapitani tomonidan u yerga olib chiqilgan. Chexiya Respublikasida siz ko'plab qal'alarni uchratishingiz mumkin. Iordaniyadagi qadimgi shahar Petra ko'pincha pushti shahar deb ataladi. Bu laqab shahar o'yib qurilgan toshlari sababli berilgan. Agar siz bugun yangi narsalarni o'rgangan bo'lsangiz, iltimos ushbu videoga like bosing va uni do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Bu yerda sizga yoqadigan yana bir qancha ajoyib videolar bor. Chapga yoki o'ngga bosing va albatta Expert Mediaga obuna bo'ling. Ko'rishguncha xayr do'stlar.